pastga ketsin yana. Yana olaman pastga tushsin. Ko'rdinglar? Tak, mana pozitsiya. Mana. Sal pastroq yopildi, mana asset mana ko'rdinglar, ko'zinglarni oldiriga qilib berdim. $600 biror. Mana bu kuchli kotirovka kerak, unaqa trade qilish uchun, unaqa skorsa trade qilish uchun o'rtoqlar super tezlik kerak, tushunasizlar? Super tezlik kerak, super tezlik. Uchib ketgan bo'ladi hozir osmonga, примерно. Pastga ketsin yana. 6000 ta oldim, to'g'ri. Endi $3000 ga olamiz. Давай super скоростной trade kerak buning uchun, tushunasizlarmi? 10.000 ta. 5.000 ta olaylik, masalan 5.000 ta, 2.000 ta olamiz. Masalan bay oldim 2.000 tani. Chunki u pribilim bor-u. Pribilim hozir pribil qilib bo'ldim, просто ama tak, menga agar mani zapas kodim bor, 20-30% zapas kodim bor hozir. Ovoz yo'q, ovoz bor. Bir, ovoz bor. O! Tak. Necha pulga oldik? 3400 ga oldikmi? 3400 ga oldik. Hozir ko'rsatamiz nima bo'lar ekan, qani. Hozir maksimumni agar buzib olsa ko'rasizlar nima bo'lishi. Maksimumni agar buzib olsa tepaga dash uchadi, mana buni buzsa agar. Agar minimumni buzsa pastga qo'yadi. Necha o'stiram yopib boshqatdan ochamiz, hech qisi yo'q. O, ham qaranglar, mana 3000 почти 10 ay. Hozir minimum maksimumni yengilasam ham qaranglar, mana $3000  200 почти 10% da, tushunasizlar? Почти yengil olmanda. Davay uchib ketish kerak $2 gacha. Davay bitta master class. O 10%. Почти bu mana ikkinchi pozitsiya yopildi. Почти 10%. Ko'rdinglarmi? Ko'zinglarni oldida. Ko'zinglar yoqdimi? Например. Вот. 14%. Ko'rdinglar mana yana ikkinchi marta oldim mana. Ikkita pozitsiya, то есть короткий сделка. Nima bo'ldi? Чего? Так. Tak. Biz savdo qilishda davom etamiz. Например, NSE. Shu 5 limit. Bizga limit kerak emas, bizga rynek kerak. Bizga rynek. Например, 1000. To'g'rimi? 1000. 1.5 Установить ордер, подтверждение покупка. Например, условно. Так, nima sababdan покупка qildingiz? Endi bu boshqa mavzu. Tak. Zo'r ketdi, lekin yoqdimi sizlarga? Pa. Nikwa. Hozir bir ikkita сделка qilamiz, keyin dalshi qiziqarli signallardan qanaqa foydalanish sizlarga aytaman. Qani bizani endi yopilgan pozitsiyalarimiz, закрытие pozitsiya mana. 500, почти $1000, $950 ko'zinglarni oldida. Market order beryapsiz. Haji, yomon aqlli gap yozdingiz hozir. Market order beryapsiz.
Market order beryapman. Koreyadan ochib bo'lmasa ham bo'ladi. Bo'ladi. Tak, bizada nima gap? FXda nima gap? Indekslar qulash arafasida. Bitta сделкам bor, kechadan beri yopa olmayapman o'rtoqlar. Kechadan beri yopa olmayapman. Tak. Охренеть. Necha foiz o'sdi? 5%. Bugun yopamiz. Tak. Oho. I nimasi bu? Olti mingmi? Kechagi bitta сделкам hali ham yopa olmayapman. $6000 pribilda turibdi. 1%dan sal oshiq, salkam 2%. 6100. Shu 26. Hop, biz 326 ga qo'yib qo'yamiz. Mana shudan tepaga ketsa, dalish ketish kerak. Chunki bizda anchagina ko'p zapasimiz bor. Tak. Okey. İki. Tak. Tak, seneye открыто 313. 313 kerak. Endi bizga 313. Tak. Все, давай, братишка, seriya tugat tezroq. Bizani haydan pastga olib dastatishni. Sakso minimum depozit qancha? $10,000 saksada. O'zbekiston fuqarolari uchun ochmaydi, yomon tomoni. O'zbekiston pasporti uchun ochmaydi, mani Emirates ID bo'lgani uchun ochadi. Tak. Подскажи, пожалуйста, как изменить язык на русском? Я не знаю. Indekslar. Dollar yena, voy bu namuncha hamma yoq dollar yena bo'lib ketdi. Bilmayman dollar yena nima bo'lishini. Непонятно dollar yena вообще непонятно. Tepaga oz ketsa kerak. Iloji bo'lsa tillarni ko'rib bering. Tillar bilmayman. Tilla mana maksimum 3 bo'lmazmi? Hozir maksimumni buzib o'tsa 33.97 tepaga ketsa kerak.
Rossiyadan turib registratsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Tak. Prop kompaniya haqida ham maslahat bering. Biror kun o'zimizni prop kompaniyamizni ocharmiz-a balki. Ana bir faqat Bbookdan foydalanar ekan. Biz yutqazsak, u 100% yutadi, shunday emasmi? Yana bitta aqlli keldi mana. Bbookning nimaligini bilmaydi o'zi. Mana qayerda yozgan Bbook u zo'r aqlliman, o'zi zo'r narsa topdim deb o'yladi borku. Tak. 13dan qayta olmadi-yu bu. Gapni haqiqiyligini qayerdan bilsa bo'ladi? Hech qayerdan bila olmaysiz buni. Soxta gap degan tushuncha yo'q chunki. Soxta gap nima degani u? Xo'p, mayli o'rtoqlar, пока давайте так. Пока masalan tillada zilka qilishimiz mumkin. Hozir agar ложный пробой bo'lsa kutamiz. Ungacha davay foydali mavzular haqida gaplashib turaylik. Xo'p, desanglar agar. Tak, demak, darsimizning ikkinchi qismi ruxsat bersanglar bu darsni tugatamizda, keyin boshqatdan qilamiz. Yoki shuni davom ettirib ketaveraymi shu yerdan. Davom ettirib ketaveray, o'zimga, nima deysizlar? Yoki alohida video qilgim kelyapti-da, signallardan qanaqa foydalanish haqida. Davay ovozga qo'yamiz. Nima deysizlar? Davom ettirib ketaveraymi shu yerda? Signallardan qanaqa foydalanish? Davom ettiramiz. Davay, ketdi, bo'pti. Davom ettiramiz. Reklamaga qancha oldingiz? Reklamaga $1 million oldim. Qalam qism. 100 yil ishlasangiz ham $1 million topa olmaysiz. Ana sizga. Davom. Mayli, ko'p davom ettiramiz. Tak. Alohida qilsam, alohida videoga keyin ochardi. Mayli. Davom ettiraylik o'rtoqlar. Kelinglar, eng muhim narsalardan bittasi, bilasizlar, signallar, g'oyalar, trendda, например-da. Men sizlarga bitta narsa ko'rsatib beray. Klubdagi birinchi ideyani ko'rsatib berayda. Yevro dollardami, yevro yenada. Ana o'rtoqlar, yevro yenadagi birinchi ideyani ko'rsatib beray sizlarga. Yevro yena day trade, kuchli trend quluvchi, M1da trend liniya buzilgan, ko'k korobka ichidagi signal selga qidirish mumkin. Например, mana yevro yena 5-mayda berilgan ideya примерно. Endi yevro yenani ochamiz. Kelinglar, sizlarga endi примерно signal qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rsatib beraman. Примерно. Так. O'rtoqlar, qaranglar. Так, давайте bundoq qilamiz. Qaranglar, men sizlarga bitta narsa ko'rsatib beray. Mana signal примерно mana bunaqa bo'ladi.
mana signal entry price. Lekin mana shu signalni ko'rayotgan odam nimaga unaqa bo'lishidan nimadir o'rgana oladimi? Savol sizlarga. Nima deb o'ylaysizlar? Nima o'rganish mumkin, например? Вот. Qiyin, a? Вот. Просто signal bor, lekin nimaga u signal borligi noma'lum. Например, da. Так, uzr ming bor. Ko'pchilik signallardan foydalansa bo'ladimi deydi. Mana shu savolga men sizlarga to'liq javob bermoqchiman. Qanaqa foydalanish kerak signaldan? Tak. No, mana o'sha joy xullas. Mana o'sha joy 5-kuni berilgan yevro yenida. Mana o'rtoqlar 5-kuni berilgan yevro yenida 120 punkt падения просто, ya'ni tushunyapsizlarmi? Signal qiluvchi no, ya'ni asosiy trend tushuvchi va pastda trendoviy liniya buzilgan. Shuning uchun keyin tepaga yurdi o'rtoqlar, narx ancha yurmadi-yu, sal tepaga yurdi. Lekin umumiy g'oya tushunarli. Ya'ni trader chizadi liniyani, bundoq qaraydi, kuchli urinni qo'yadi. Mana stop loss zonasi bor, например, tushunyapsizlar? Вот. To'ppa-to'g'ri, молодец. Kim yozdi shuni? Alisher Ahmadjanov. Signal mohiyatini tushungan yaxshi-da. Chizib men ko'rsatdim masalan, yevro yenada nimaga narx pastga ketishi kerak? Tushundinglarmi? Asosiy kun ichida savdo, H1 da trend pastga mana M15 da pastga so demak, o'sha bo'yicha ishlaymiz. Tamom. Gold ketdi, qaq ketdi, pastga ketdi. Voy. Tepaga buzmoqchi-ku. Bechavadatsi. Tepaga buzsa sel olamiz. Ozgina yurgandan keyin. Tak, men hozir unda biroz qo'shib qo'yay, ozgina kichkina объемlar bilan. Yo, da, to'g'rimi? Da. Все to'ppa-to'g'ri. Xo'p, значит, tak, menga sredniy narx bitta ko'rib olay, davom ettiramiz. Q0. Shu narx kerak menga. Tak, qaq keluvdim. Da, u oltin buzyapti. Oltin buzmoqda. Kichkina lotlardan foydalanib tursak bo'ladi, to'g'rimi? Paka. Tak, demak, $200, $500 bir 0,1%, 0,5%. FOMC. Da, bugun FOMC'da nimadir bo'lishi mumkin. Chalg'onman-da. Da, bugun prosentniy stavka. Bugun kechqurun nimadir bo'lishi mumkin, o'rtoqlar. O'rtoqlar, kelinglar chalg'imay, maylimi? Signallar haqida gaplashaylik. Signallarni tushuntirdim sizlarga. Mana signallar mana bunaqa bo'ladi deb. Men trading klubdan ochishdan maqsad, mana qaranglar. Oltin qoida qilib yozib qo'yinglar o'rtoqlar va iltimos shundan foydalaninglar. Iltimos mana shu narsani esdan chiqarmanglar. O'rtoqlar, просто tak bitta amal qilib ko'ringlar, rezultat bo'lmasa menga aytasizlar. Azaka rezultat bo'lmadi. Просто bir marta amal eshitib ko'ringlar, professional traderda va bir marta amal qilib ko'ringlar. Signallardan, demak, boshladik. Signallardan foydalanish qoidasi. Demak, balansdan boshlaymiz.
Masalan, $1000 depozit. Все, balansdan boshlaymiz-da. Qaranglar. Kelinglar, sizlarga haqiqiy treyderda portfel yurg'izishni o'rgataman. Просто xohlasanglar borku, shu klub atiga $33. Просто $33 o'rtoqlar. Просто $33 sotib olib statistika qilinglar-da. Signal o'zingizlarda qarang. Birinchi navbatda odam o'ziga ishonchni oshirib olishi kerak. Ishonch zo'r bo'lsa, kayfiyat zo'r bo'ladi. Ishonch va kayfiyat zo'r bo'lsa, natijaga zo'r ta'sir qiladi bu narsa. Tushundinglarmi? Xohlasanglar demo ochinglar-da, farqi yo'q mana. Demo shot ochinglar-da, xohlasanglar daftarga yozinglar. Mana FX, masalan FXda statistika qiling, mana boshlaylar, mana qaranglar. Statistika. Masalan, signallar bilan ishlamoqchisiz. Statistika. Все, statistika ketdi masalan. FX, например, da. Masalan, may oyi, например, ketdi. Qanaqa rezultat? Da, например, +1%, farqi yoki +2%. Umumiy foiz, например, da. Endi qaranglar, например, условно. Masalan, stocks, например, да, deylik, plus, deylik, yo, давайте так. FX -2% bo'lsa, FX masalan, то есть -2%, masalan-da, условно. Assetga yana kiramizmi deyman, ha, bolalar. $2000-$4000 ga qachab kiraylik, ha. Nima deylar? Подтверждение. Xo'sh. Haqiqiy trader shunaqa bo'ladi, o'rtoqlar. Xafa bo'lmaysizlar. Например. Bermadi, o'rtoqlar. Broker bermadi. O'tgan safardagi bo'ldi. Ko'rdinglarmi, ko'zinglarning oldida mana broker bermadi. Tak, отменить qilamiz. Mana sizlarga haqiqiy trading o'rtoqlar. Отменить order. Ko'rdinglarmi? Mana. 1 minutda ichida qancha rost bo'lgan mana. 11%. Xo'p, hechqisi yo'q, короче, nima bo'lsa ham-da. Necha foiz падение? 30%mi? 20%? Normal. Uchib ketsa kerak asset dальше. Xo'p, stocks. Mana qaranglar o'rtoqlar. Gaps. Ya'ni sizlar bitta professional odamning ideyalaridan foydalanyapsizlarmi? O'rtoqlar, yig'inglar uni statistikasini, sizlarda umumiy tushuncha paydo bo'ladi. Tushunasizlar, umumiy tushuncha paydo bo'ladi. Masalan, stocks plus masalan 5%. Masalan, kripto masalan deylik условно plus 2%. Mana ko'rdinglarmi? Xo'p, FX da -2% bo'ldi, kriptoda -2% bo'ldi, 0 bo'lib ketdi, stocksda 5% bo'ldi. Qachonki sizlar mana shunaqa portfel yig'ishni o'rganasizlar, o'rtoqlar, o'shandagina sizlarda haqiqiy tushuncha paydo bo'ladi va o'zingizga ishonch paydo bo'ladi. O'zingizga ikkalasi birlashgandan keyin sizlarda kayfiyat zo'r bo'ladi. Shunda tushunib yetasizlar. Demak, ishlasa bo'ladi. Demak, bo'lar ekan, hammasi yaxshi, hammasi chotki. Tushunasizlarmi? O'shandagina sizlarda natija bo'ladi. Bilasizlarmi, ko'pchilik nima bo'ladi? Esingizdan klubni ochganim, oldingi klubni ochganim, bilasizlarmi nima bo'lgan? Masalan, mana qaranglar. Men sizlarga bitta narsa ko'rsatib beraman, qaranglar. Mana masalan deylik, masalan, har bitta mana algoritm bor, to'g'rimi? Masalan, qaranglar. Masalan, tasavvur qilinglar, signal berdim. Qaranglar, tasavvur qilinglar, signal berdim. Qaranglar. 100% shunaqa bo'ladi ko'p holatlarda, o'rtoqlar, qaranglar. Kelinglar, men sizlarga shuni realizovat qilib beraman. Nimaga ko'pchilik foydalana olmaydi signallardan? Men sizlarga po faktu realizovat qilib beraman. Qaranglar, mana. Selga signal berdim. Masalan, hozir ko'raman hozir. 33.05 masalan, qaranglar. Signal ketdi klubda, qaranglar. How USD, например, sell, например, 33.05. CL, masalan, highga stopga, mamtga, например, 33.23. Masalan, условно. Qaranglar, CL 33.23.
Berdim ha masalan 33 20 qaranglar. Mana shu stop mana. Tasavvur qiling, klubda ketdi. TP1, например, условно. TP1. Tak, TP1 mana bu yerda bo'lsin. 32 67. Masalan, 32 67. TP2 deylik 32 25 mana siz bana qaranglar. Mana shuni signal sizlarga berdim. Tasavvur qilinglar. Da mana shu yerda bor-ku, mana shu yerda trader kiradi-da, mana shu yerda kiradi-da. Bilin deydi. Tasavvur qilinglar, mana stop loss bor-ku, stop lossi примерно 2%, 3% turgan bo'ladi. Yoki $100 depoziti bo'ladi, azdiki berdi-yu, az halik berdi-yu deydi-da, mana shu yerda full marja bilan kiradi. Qaranglar. Условно 100-200 dollar puli bor edi. Full marja bilan kirdi. Mana bu 500 dollar bo'ldi puli. Всё. Tamam. Shu bilan pishdi. Например, вот. Deylik, keyin masalan shunaqa bo'lishi mumkin-da. Masalan qaranglar. Birinchi odam mana shu signalga kirmadi. Da, birinchi odam qaranglar. Tasavvur qilasan, klubda 3 xil odam bor. Birinchisi full marja bilan kirdi. Ikkinchisi kira olmadi, uspet qilmadi. Keyingi signal buy. Masalan 32 33 mamda buyga berdim, stopda mamdga berdim. Da, bir kun ichida bo'layotgan voqea o'rtoqlar, qaranglar. Signal mamdga buyga beryapman-da, stopda mamdga qo'yapman. Ikkinchi odam kirdi, stop loss. Nima signaliga kirdim deydi. Nima men kirdim buni signaliga, qattan ham ishondim bunga deydi-da. Всё, o'rtoqlar, shu bilan full marja kirgan odam mamda slip qilishi mumkin, tushunasizlar? Keyin o'sha kuni kechqurun 1-may kuni berilyapti stop loss. O'sha kuni kechqurun o'rtoqlar ikkinchi signal bo'lyapti. Mamda bo'lyapti-da. Mamda stop loss bo'lyapti. Marhamat. Xo'p, senda stop loss ishlagan bo'lsa, mamda hech qisi yo'q. Mana всё chiqarib oldi, stop loss chiqarib olindi, tushundinglarmi? Вот, shuning uchun hech stop lossdan вообще qo'rqish kerak emas. Shuning uchun nima qilish kerak bilasizlarmi? Statistika qilish kerak o'rtoqlar. Agar statistikani yasashni o'rgansanglar, sizlarda haqiqiy professionallik sari qadam boshlanadi. Agar o'yin qilmasanglar, oddiy bir signalga full marja kirmasanglar, risk qilmasanglar, asset uchib ketdimi deyman. Da, afsuski da. 19%. Low'dan bo'lsa 34%. Esizgina. Mayli bo'lib turadi. Men bu hozir bizga mana bu yengillanish kerak. Bundan pribul qilamiz, xudo xolisa. Вот, shuning uchun o'rtoqlar, daftarga yozishinglar kerak. FX valyuta alohida. Endi upravlение kapitalga o'tamiz. Hammasi birda, da? Masalan, deylik, masalan qaranglar, alohida har bitta bozorga sizlarga hozir upravlение kapital qilib beraman примерно, da? Masalan, всё. G'oyalar berilar ekan, o'rtoqlar, oltin qoida daftariga yozib olinglar. Oltin qoida daftaringizga yozib olinglar. FX farqi yo'q. Masalan, FX bo'lsa, signal berilsa 0.10% dan 0 maksimum 0 birinchi risk maksimum 0.20% bo'lishi kerak o'rtoqlar. O'shanda sizlarda statistika paydo bo'ladi. Xato qilsanglar qo'rqmaysizlar. Tushundinglar? FXda. Stocksda umuman boshqacha. Stocksda umuman boshqacha, bilasan? Stocks deylik $5000 alohida aksiya uchun ajratgansiz, to'g'rimi? Masalan, deylik sizga agar g'oya berilsa, masalanda Tesla'ni olishingiz kerak deyilsa, siz $5000 dan примерно 200-300 dollarga olishingiz kerak spotda masalan. Negaligini aytaman sizlarga. Mana qaranglar. Negaligini tushuntiraman sizlarga. Mana deylik, mana Mamutdan boshlaylik, mana qaranglar, mana Mamutdan boshlaylik. Deylik, mana bu yerda model bor. Haqiqatan buy uchun model bor. O'rtoqlar, mana bu model bor, mana. Mana shu yerda deylik, masalan, siz $290 da oldingiz,
$500 ga. O'shanda sizda zapas xoda paydo bo'ladi. Mana birinchi bitim, deylik ikkinchi bitim, mana deylik uchinchi bitim. $500 ga oldingiz. Nimaga? Chunki sizda $5000 bor, $4,500 zapasingizda bor. Mana bu yerda deylik yana $500 ga oldingiz. $1000 ga oldingiz. Bu yerda o'sa yana $500. Endi hisoblaymiz. Minus qancha bo'lgan? Mana bu yerda 20%. Mana bu yerda $100 minusingiz bo'lgan. Mana bu yerda $50 minusingiz bo'lgan. Umumiy minusingiz spotda $150. Bu unchalik qo'rqinchli emas. Вот. Natijada sizda sredniy narx mana bu yerda masalan $500 bo'lsa, hozir mana hayda примерно 10%, $50 прибыльda. Bu 1% ga teng. Da, normalniy. 1% daromad qildingiz. Bitta aksiyadan portfelingizni 1% ko'paydi. Вот и всё. Tushundinglarmi? Bu hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. O'rtoqlar, kriptoda endi kriptoga o'tamiz. Kriptoda xuddi shunaqa shitcoin va memcoinlarda xuddi shunaqa ishlanadi. Deylik, kripto uchun $10,000 pulingiz bor. O'rtoqlar, qo'rqmang. Masalan, deylik, sizga ideya berildi. Примерно, то есть ko'rsam просто. Mana o'rtoqlar, примерно deylik, mana qaranglar. Mana masalan Zeta USDT short по рынку, например, условно deylik mana. Da mana bunaqa narsa berildi, qaranglar. Masalan short berildi, Zeta USDT da short berildi, qaranglar. Tak, hozir men klubga signal beraman o'rtoqlar, среднесрочный futuresda. Da mana shunaqa payti siz o'rtoqlar $100 dan $300 gacha примерно, например, 3, например, yoki 5x kirishingiz mumkin bemalol. Masalan, hozir kattaroq Milanani bugungi olaylik, masalan, условно, просто Milana coinni olamiz, qaranglar. Masalan, deylik, bugun mana shu yerda kirildi, masalan, deylik, mana ping baliq, masalan. Deylik, mana shu условно, mana shu yerda kirildi, например, masalan, deylik, mana bu yerda 5% o'sdi. Endi kelinglar hisoblaymiz. Qaranglar. $300 da, mana qaranglar. 3 mana просто 300 ni 5x ga qaranglar. 300 ni ko'paytiramiz 5 ga. Chunki 5x. Mana qaranglar. Tushunarli, $300 ko'paytiruv 5. $1,500. Masalanda $1,575, например. Mana shu yerda ochilgan bizning daromadimiz $75 ga teng, chunki narx 5% ga o'sgan, ko'rasizlarmi? Вот. Agar masalan bu yerdan pastga ketadigan bo'lsa, 3%, 5% bo'ladi. Примерно $50 minus bo'ladi. Ya'ni shunda biz $10,000 dan $50 yo'qotamiz, yarim foiz, примерно. Agar 102 shunaqa qilib daromad yig'iladi, tushundinglarmi? Keyin shunaqa qilib Bitcoinning kriptoda ham alohida statistika qilasizlar, tushunarlimi? Shunaqa qilib har kuni ko'zinglar analizga o'rganadi, statistika qilasizlar. Вот nimaga klub kerak o'rtoqlar. Bu signal emas, bu umuman bu narsa просто bilim berish uchun foydali bir vosita deb qabul qilish kerak bu narsani, tushundinglar? Kelinglar endi просто tak, stocks o'rta muddatli g'oyalar bo'yicha men signal berishim kerak. Menda tak, hozir 1 minut o'rtoqlar, men klubga tashlayman. Sizlar uchun bugun besplatno. Mana qaranglar, mana qarang, oddiy misol. Mana oddiy misol, qaranglar. Mana qaranglar. Oddiy misol. Горизонтальный, vertikalniy va горизонтальный уровень правый bo'lib narx pastga yopildi, to'g'rimi? Вот и всё. Demak, qaranglar. Eng kuchli уровеньni olamiz, например. Da, masalan, agressivniroq olamiz, например. Вот и всё. Mana eng kuchli уровень, ya'ni qaranglar, signal примерно qanaqa olinadi? Ложный пробой va
eng kuchli движение bo'lgan nuqtalar, to'g'rimi? Вот и все. Demak, hozir futuresda short olish mumkin bemalol. Shuning uchun hozir bir minut to'xtanglar. Men klubga beraman bu signalni. Stocks futures. Aniq take profit примерно 3. O'rta muddat. Hozir 1 minut o'rtoqlar signal berib oling. Va o'zim ham signalga muvofiq savdo qilishim kerak. Futures. Nega berayotganligimni yozishim kerak. Tak, тут ming bor uzr o'rtoqlar. Download image. Narx o'ta kuchli tushuvchi minimum kuchli minimumdan pastda narxni yopilishi. Sabab ko'rdinglar, mana hozir signal beryapman. Sabablar. Hoppa. Risk maksimum depozitdan 0.30, 0.5 atrof. Так, давайте 0.20, 0.30 atrofida. Вот и все sabablar o'ta kuchli short. Mana sizlarga signal o'rtoqlar. Примерно tak. Mana bu instrument va mana signal. TM Stocks Futures short o'rta muddat, take profit 1, take profit 2, stop loss. Sabablar, hozir yozdim sabablarni. Sizlar ko'rmay qoldinglar. Так, примерно shunaqa. Так. Так, endi boshqa endi longga beramiz. Spotda bu endi. Hozir bir daqiqa. Так, endi spotda beramiz. Skrytый trendовая liniya. Mana yaxshi ko'rgan modelim. Mana skrytый trendовая liniya. Buzib o'tdi, narx yopildi. Tak, statistika qilib endi riskni ko'pchilik endi o'zi qo'yadi-yu, endi prosta endi maslahat. Tak. Tak, demak RSL signal yozaman. Stocks spot. Так, значит, long. Uzr yozib qo'ydim. Long sabablar trend o'suvchi D1da maksimum buzilgan, skrytый liniya buzilgan. Вот, saqlanib qilamiz, download image, klubga kiramiz.
Oppa. Stock spot. Boom. Ketdi mana. Так, хорошо. Real. Ko'zinglarni oldida mana beryapman. Bugun просто бесплатно qilib beryapman sizlarga shu anaqani. Так, demak, Real muxlislari bormi? Oh. Так, значит, от супер просто там лонга kirsa bo'ladi mana shu Real. Mana qaranglar, mini maksimum. Narx maksimum oldira turibdi. Вообще непонятно, короче. Так, narx maksimumni oldira turibdi. Trendoviy liniya buzilgan. Shuning uchun. Так. Real stocks long. Так, Real long. Sabablar. Ko'rasizlar? H tur kuchli bычий trend. Maksimumni yonida turibdi va trend liniya buzilib narx yuqorida yopilgan. Ko'rasizlarmi? Signal emasda, bu полноценная идея уже, tushunasizlarmi? Полноценная идея. Так, вот это qilamiz и скриншот. Mana bugun klubda o'zida nechta ideya kerak sizlarga? Sizlarga mana haqiqiy darsda bu, tushunasizlarmi? Bu dars bu просто. Так. PGR. PGR. Так, trendoviy liniya buzildi, maksimum buzildi. Sizlar ko'rib kuzatishingiz mumkin bo'ladi, mana shu narsalarni tushunasizlarmi? Tak, yana ikkita ideya beraman, shu bilan efirni tugatamiz. O'ylaymanki, ham Damashqa sizlarga PGR stocks. Mana aksiyada ishlaydiganlar uchun mana. Azaka aksiyada berasizmi? Ideyalar deydiganlar uchun eshitdik. Aksiya mana long. Sabablar katta TFlarda trend juda kuchli. Trend liniya buzildi. Yaqin maksimum buzilib narx yuqorida yopildi. PGR. Так, rasmni saqlanib qilamiz, klubga kiramiz. Tushunmadim. Uzr. So'nggi ideya. Так, so'nggi ideya. Short ekan. Hammasidan foydalanish kerak-da, statistika qilish kerak, tushundinglarmi? Hammasidan foyda. O.
H4 juda ham trendoviy liniya buzilib, narx minimumdan pastda yopilish arafasida. Всё. Так. AZN short. Kuchli qulashdan keyin откатni tugashi zo'r tushuntiryapmanmi sizlarga? Tushunyapsizlarmi? Tak. Hozir hammasini o'zim zdelka ochib chiqaman efirdan keyin. Tushundinglarmi? FX ham bo'ladi, FX ham bo'ladi, ertaga bo'ladi. FX da kuniga 20 ta 10 ta ideya berishga tayyorlanyapman. Uspet qilmay qolishinglar mumkin. Реально uspet qilmay qolish. Short stop loss. Sabablar kuchli pastga harakatdan keyin откат bo'ldi. Trend H4da kuchli trend liniya buzildi. Narx minimum oldida turibdi. Hoppa. Всё. Boom. Ana. Take profit va stop loss sabablarini tushuntirdi. Endi 1000 bor uzra. Maylimi yog'ini stop mana 73-61 masalanda. 73-61 va tushunarli minimumdan tepada. Уже tushunadi o'sha odam to'g'risida. Mana. Tepa va stop sababini tushuntirib bering. Klubga kirsangiz tushunib olasiz sababini. Mana shunaqa qilib o'rtoqlar to'xtovsiz o'sha g'oyalardan foydalanib chotki statistika yasash kerak bo'ladi. O'shanda sizda qanaqadir real yaxshi kayfiyat paydo bo'ladi, tushunyapsizmi? Nima savolinglar bor yana menga? Shunda bu ideya, doim shunaqa ideyalar berib boraman trading klubda. Flag modeli bor ekan, bizda yana bitta bor ekan, lekin flag modeli. Da. Так, şu. Sabablar. Bir trend pastga kuchli bayroq. Klassik bayroq modeli. Klassik bayroq modeli. Nima qilyapman? Oltin ko'rib nima bo'pti? Oltin. Papa, efir tugashidan oldin zdelkani itimi bu? Men sizlarga aytdimmi? Mana buni ham signal qilib berardim hozir mana. Mana sell. Chiroyliligini qaranglar, o'tir, ya'ni mana sell. O'ta go'zal. Aytdim, maksimumni yengillatch bilan sell ochaman dedimmi sizlarga? Ochdim mana, oltin zo'r. Krasavchik oltin, просто krasavchik. Ketishini qaranglar mana. Mana shu notada efir yakunlaymiz o'rtoqlar. Men sizlarni klubda kutib qolaman. Hozircha 2 kun bor, 70% skitkada klubga kirishinglarga. 2 kun vaqt bor o'rtoqlar. Так что klubda mana shunaqa efirlar qilib turaman. Live trading, ideyalar, stoksda, kriptoda, bitcoinda, FXda, tillada, hammasida ideyalar bo'ladi. Так что hammanglarni kutib qolaman. Klubda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman.